Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıdaki ilim haqidagi babda bugün mundaq deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselamga yolg'on aytgan odamning gunohi haqida deydi. Undaqda bu yolg'onchilik degan nima degan bo'ldi desa, bu mayli qasddan bo'lsin, mayli sahvallik alaqası bo'lsin, amaliyotga reallik uyg'un bo'lmagan ahvolni so'zlash, buni yolg'onchilik deb qaragan ulamolar. Ammo Mu'tazili firqasidagilar cho'qim shu qasddan bo'lgan ahvolni yolg'onchilik deb qaragan. Sahvallikdan, fuqishmaslikdan bo'lganda buni yolg'onchilik deyishga bo'lmaydi deb qaragan. Undaqda bu yerdagi muhim nuqta, yolg'onchilik amaliyotga reallik uyg'un bo'lmagan bir hodisani yolg'onchilik deb qaraymiz demoqchi ulamolar. Unda oldidagi bob bilan bu bobning qanday munosabati bor degan vaqtida ilmni yetkazish boshqalarga cho'qim bu bir majburiyat, mas'uliyat, bir vojib, bir avval. Ammo yetkazgandan keyin buni to'g'ri yetkazish muhim. Amaliy deyilgan narsani, ishonchli narsalarni yetkazish bu bakmi muhim. Shuning uchun ilm yetkazuvchilar, ilmni taqat qiluvchilar, nashr qiluvchilar bu tarafga bakrak diqqat qilgan ahvol ostida shu so'zning rostmi, yolg'onmi bu tarafini ko'ngil bilish lozim deganni maqsad qilmoqchi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu 106-numurli hadis. Bu hadisda bizga Ali ibn Ja'd hadis so'zlab bergan edi deydi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu kishiningki tarjimoni boshda o'tdi, Al-Javhari nomi bilan. Bu kishi deydi bizga Shu'ba xabar bergan deydi. Shu'baning ismi Shu'ba ibn Hajjaj. Bu kishining tarjimalimi boshda o'tib bo'ldi. Bu kishi deydi menga Mansur hadis so'zlab bergan edi deydi. Mansur nomi hayoti tanishlik. Bu odam deydi menga Rib ibn Harash hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Rib ibn Harash o'zi arablarniki Bani Absi jamoatidan bo'ladi. Bu xil Absi jamoati mashhur qabila Arab yarim orolida yashagan. Bu kishi o'zining ishonchlik tobilardan. O'zining taqvoligi, obidligi bilan Kufada mashhur ayni vaqtida. Bu kishi Hajjajninki davrlarida yashagan. Hayotida qattiq yolg'on aytib boqmagan deb sifatlandi. Masalan, Hajjajga bu odamniki ikki o'g'li bor ekanda, Hajjajga qarshi chiqqan. Hajjaj bir zolim o'z davridagi. Buning zulmini qabul qilolmagan vijdonli, g'ururliq, izzatli odamlar her zaman mevcut. Endi bunun ilk o'g'lini Hajjaj topolmaydi, chunki Hajjaj ko'p odam o'ltirgan, tarixda 120 odam o'ltirgan deyiladi. Qarshi chiqqan odamning har qanday o'ltirib chiqqan asosan. Bu o'g'ilni hech qanday qilib topolmagandan keyin Hajjajga boshqalar xabar berib, buning dadasi qat'iy hayotida yolg'on aytib boqmagan. Ay odam avatib dadasidan so'rasang, dadasi cho'qim deb berdi degandikan, ma'qulda buning odam avatgandikan degan uyda deb berdigan, uyda yoshirib qo'ygan ekanda shu vaqtida. Hajjajmi ta'sirlanib, sening bu sadoqatingga, rostchiligingga biz mush axloqingni deb biz afu qilaylik deb o'g'ilni tutmagan deydi. Bu zot o'zining taqvoliqidan hayotida buni qaqoqlab kulmagan deydi. Nemashqa deganda bir inson bizningki kelgusimiz ya davzaqmi ya jannatgami biz nega mangdiganligimizni, oqibatimizning nega o'rinlashtirilganligini biz bilmaymiz deb o'lgandan keyin kulgan deydi. O'lgandan keyin kulgan deydi. Yana shu juyvatqichilik, shu dafna avvallarda kulib tabassum bilan yotganda o'lik oldi bu odamniki. Bu zot Umar ibn Abdulazizning zamonida o'lib ketgan deyiladi. Yani undaqda shu 1-asrning oxirlari, 2-asrning 5 bo'ladi o'zber, masalan shu ahvolda. Bunga o'xshash masalan hayotida kulmagan zoitlar dunyoda nayt mashhur, nayt ko'p. Hatto Salohiddin Ayyubimi hayotida kulmagan, tabas qaqoqlab kulib boqmagan. Nemishqa degan vaqtida biz Baytul Maqdis ahli salibning qo'lida bo'lgankan bizning kulishimiz harom deb o'ylagan bu kishi. Endi bu yerda Rabi ibn Harash degan bu kishi men Ali ibn Abu Talibning mundaq deganligini anglagan edim dedi. Ali ibn Abu Talib payg'ambarimizning o'g'li, nevri, enisi, eng burun musulmon bo'lgan kishilarning biri. Endi kichik bolalarning ichida eng tunji musulmon bo'lgan deyiladi.
Cennet bilan bishorat berilgan 4 xalifaninki biri, 6 nomzodning biri Umar ibn Xattobdan keyingi Ramazonning 19-kuni Hijriya 40-yili juma kuni kechda Abdurahmon ibn Muljim degan Himyar qabilasidan bo'lgan bir xavorijninki qatl qilish orqali shahid qilingan. Payg'ambarimizningki nasabi faqat musha Ali ibn Abu Talib orqali qizi Fatima bilan ikkisiniki nikohlanish orqali taqalgan hozir qadar. Bu zot deydi-da, Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan edi. Menga yolg'on aytmanglar dedi. Menga yolg'on so'zlamanglar yoki mening nomimda yolg'on hadis taqatmanglar demoqchi. Kim menga yolg'on aytadigan u odam davzaxga cho'qim kirsin. Yoki davzax kirdi, davzax kirsin deb Payg'ambarimiz berdi buyruq shaklida da'vatida. Endi asosli ko'p sondagi ulamolar Payg'ambar alayhisolatu vasallamga qasddan yolg'on aytish eng ig'ir qabiy gunohlardan deb qaragan. Ammo Imom Juvayni, Imom G'azalining ustozi agar buni qasddan buna yolg'on aytgan bo'lsa, buni kufr deb qaragan bu odam. Bu Imom G'azalining ustozi Imom Juvayniniki bu ko'z qarashini bir qism ulamolar qo'llagan. Qasddan yolg'on aytgan odamni cho'qim kofir deymiz deb. Ammo bir qism ulamolar yo'q, buni farqlantirish kerak. Bu Payg'ambar alayhisolamning ziniga yolg'on aytish bilan Payg'ambarimizning foydasiga yolg'on aytishni farqlantirish kerak. Ammo chunki hadisda kim menga dedi, ya'ni menga degan iborat, ya'ni ba'zida mening zinimga degan mazmunni ifodalab qoladi-da. Mushni asos qilib turib, hamda mush qarashni yoqlaganlarmi bor. Bu qarashni degichilarni ulamolar bu nadonlarcha qarash deb qaragan bu. Mayli Payg'ambarimizning ziniga yolg'on aytgan bo'lsin, mayli foydasiga yolg'on aytgan bo'lsin, bu baribir yolg'onchilik. Qanday avvalda buni Rasulullohga yolg'onni durust deb qarashga bo'lmaydi deb mush yakunni ulamolar qarab chiqib, hatto Imom Ayni rahmatullohi alayh o'ydirma hadisnimi o'ydirmaligini bayon qilmasdan Rasulullohning nomidan unda hadisni to'qigan bo'lsa, mush hadisga ogohlantirgan qilmishga mush odam tushib qoladi deb ogohlantirgan. Alloh bizni saqlasin. Ammo Payg'ambarimizning nomida Rasulullohga yolg'on aytish haqida bu cheklim kelgan bu hadisni ulamolar hatto 50 dan ortiq ulamolar bayon qilgan. 50 dan ortiq. Undaqda bu hadis ilmidagi mutawatir hadis degan bo'ladi. Mutawatir hadis degan inkor qilolmaydigan butun ummat, butun musulmon, butun sahobalar hammasi yaxshi biladigan bir hadis degan bo'ladi bu. Endi Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayh bu hadislarga qarta o'zinki ko'z qarashini, tushunchisini deb kelib, mushu ilmliklar orasida, mushu muhaddislardek, undan keyin faqihlardek, undan keyin mushu arab tilshunoslik bilan shug'ullangan kishilardekmi deydi. Mutqin, nihoyatda puxta odamlarni ko'rib boqmadi. Bular mushu hadislarni naql qilgan vaqtida deydi. Asosi bo'lmagan, yildiz bo'lmagan, tavallik bo'lmagan hadislarni bular qat'iy o'zining kitoblarida yozmaydi, qabul qilmaydi. Ammo aqliyatchilar deydi. Aqliyatchilar hadisning mazmunini tushunmaydi, hadisning nimaligini bilmaydi, hadisning san'atini izlab boqmaydi. Xalqlar va falan hadisi desa, uni qarg'ulacha mavzu bo'lsin, o'ydirim bo'lsin, ular qabul qilaverdi deb o'zining tushunchisini bu vaqtda yakun bergan. Demak, bu odamningki so'zdan shuni tushunalayimizki, hadisni o'zimizning aqlidan ustun qo'ymoqchilar haqiqiy hadisni tushunga olmaydi yoki hadisningki huzur lazzatini haqiqiy teta olmaydi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh endi yuqorqi bobningki ostida yozilgan, ya'ni tuvandagi hadisni 107 nomerli hadisda bizga Abul Valid hadis so'zlab bergan edi deydi. Abul Validningki ismi Hisham ibn Abdul Malik Tayalisi al-Basri boshda o'tib bo'ldi. Bu odam deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan deydi. Shu'ba ibn Hajjaj shu. Shu'ba ibn Hajjaj hamda Jami' ibn Shaddad degan kishining hadis so'zlab bergan. Hamda Jami' ibn Shaddad al-Muharibi kunyasi Abu Suhra nomi bilan mashhur, o'zi Kufiyada yashagan. Hadisi ko'p emas, faqat 20 hadisi va bu odamniki rivoyat qilgan. Ve 118 yıl ölüp ketken bu adam. Yani bu adam Amir ibn Abdullah ibn Zübeyir'den hadis rivayet kılıyor. Amir ibn Abdullah ibn Zübeyir degan şu Peygamberimizdeki sahabesi bo'lgan Abdullah ibn Zübeyir'deki oğlu Amir. Bu kishi bo'lsa tabiin sanasi kerak undaqda. 124 yil ölüp ketganligi qayd qilinibdi.
Özüne işencilik fazıl adamdı, abid adamdı deb sübetlengen. Dadısından de, dadısı kim o? Dadısı Abdullah ibn Zübeyir elbette. Bu sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ayali Ayşe'nin ailesi Esma bint Ebu Bekir Sıddık'ınki oğlu buludu. Tercümalı neskatım öttü. Hem de Abdullah ibn Zübeyir'den de dedim ben Zübeyir'e dedi. Zübeyir kim? Abdullah ibn Zübeyir'ninki dadısı oldu. Amir'in çoğun dadısı ondaqda. Resulullah'ın bacısı oldu. Bu kişi Zübeyir ibn Avvam Ali ibn Abu Talib bilen bolgan uruştan çekinip çıkıp atqıçılık bir Pars tarafından, Hormuzan tarafından öldürülgen. Hazırkı kabirsi Irak'ta. Zübeyriye degan bir şehir var hazır Irak'ta, Kufi'de yakın bir. Şu şehir küçük bir kışlak hem bu şehirden namıyla atalgan. Kabirsi demek Irak'ta. Zübeyir ibn Avvam hem peygamberimizle yana bir nevr oldu da ondaqta. Çünkü onisi Sepiye bint Abdülmuttalib peygamberimizdeki hammisi ondaqta. Bu ayol onisi mi Müslüman bolgan, sahabe bolgan. 4-nji yoki 5-nji da Müslüman boluşu. Zübeyir'in özüň Müslüman boluşu sahabeler içinde ya 5-nji ya 4-nji qatarda. Endi ondaqta desläp qatarda Müslüman bolgan sahabelerdi. Müslüman bolgan wagtda 16 ýaşda ýaş. Peygamberimiz bilen hem uruşlarda bir gatnaşkan. Siyasi hareketlerin hemmisi var, cihadi hareketlerin hemmisi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 38 dan hadis rivayet kılgan. Bu ilmi cihetdeki bu adamdaki kaldırıp ketken mirası buna da. Özün hayatıda 4 ayalı bolganken, ahirki hayatıda lekin ayalı Esma'nınki xetni berip etken. Bu Abdullah ibn Zübeyir'deki sal gurur güçlürak. Şu cihetten azırak bir kilişemezlikler bolgan bu cihette. Hem de Abdullah ibn Zübeyir bu dadısı Zübeyir ibn Avvam'a davatıdı bir yerde. Bu Sinan bir peygamberimizden bu palan ustany hadis rivayet kılgandak bir hadis rivayet kılganany bir anlap bakmady dep hayran kalıp sorapdy da. Çünkü sahabalarning içinde nahayet köp hadis rivayet kılganly var mesela. Ebu Hureyre deymiz, Ebu Said el-Hudri deymiz, Abdullah ibn Ömer deymiz. Bu Abdullah ibn Zübeyir mi bu dadysynyň muşuladek bir hadis rivayet kılsken digende sel bir xil oylagan bolsa gerek hemde. Şunun bilen Zübeyir ibn Avvam dep bu "Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hayatımda yaşanda ayrılıp bakmadım" dedi. Ta Peygamberimizin peygamberlik kelgenden tatip Resulullah vefat tutup ölüp ketken kadar Resulullah bilen hem uruşlarda, hem vaqtlarda, hem peytlerde Peygamberimizin huzurunda, Peygamberimizin yanında seferdi mu hem ýa-da Resulullah'dan ayrılmagan. Lekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki mundaq digenligini anlagan edem. Kim maňa yalgan etsa dedi. Bu adam devzaqtiki ornunu öz tayyarlap koysun diyen dedi. Bazı rivayetlerde kim kasten yalgan etkan bolsa dep bir rivayet keltirilgen. Şoňa bu iki rivayetni birleştirip ulemalar meýli kasten yalgan etkan bolsun, meýli hukuşmasdan yalgan etkan bolsun, bu umumy awal öz içige alady. Çoxum bu näme sürüştük bakış gerek, tahqiqlaş gerek, eniqlaş gerek dep qargan ulemalarmy bolgan bu jihatda. Lekin şundaq boluşy qarmay, bütün ulemalarnınki birdek ittifaky bilen unutup qalgan adam yalgan etip qalgan bolsa, unutup qalyp, bilmey unutup qalyp, bunyň günah ýok bu jihatda. Lekin diqqat qilishga tegişli hemde bu. Bular meclis rivayet qilgan wagtda. Bu hadis bir neçe hadis yani qağını biz ayetki dersimizde toluqlayacağız. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.